Assalamu alaykum qarindoshlar. Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugungi so'zlaydigan mazmun vitamin D to'g'risida. Vitamin D bo'lsa, mayda eriydigan bir xil vitamin bo'lib da qolmasdan, hormonga o'xshash alaylikka ega. Uning birligi mikrogram bo'lib, yana xalqarалық birlikni shiltidi. 1 mikrogram 40 xalqarалық birligiga teng bo'ladi. Normalda vitamin D'ga o'zimizni aptapqa silish orqali badanimizning o'zi ishlab chiqarishi natijasida erishimiz. Shunga buni quyosh nuri vitamini deb ataydi. O'zimizning vitamin D'ni ishlab chiqara olishimiz uchun terimiz quyosh nuri, ya'ni ultra binafsha nurning ta'siriga uchrashi kerak. Ondan terimiz vitamin D3 ni, ya'ni kolikalsifrol hosil qildi. Buni badanda qo'llanğılı bo'ladigan aktiv holatga keltirish uchun qon aylanish sistemasi orqali oldi bilan bu vitamin D3 jigarga kelib, jigarda kalsiy dayolga aylangandan keyin börekka berib, börekda kalsiy triolga aylanib aktivlashadi. Undan boshqa yemeklikdimi qabul qilg'ili bo'ladi. Bundaq bo'lganda ikki xil shaklda qabul qilinadi. Birisi vitamin D2 bo'lib, u yana ergokalsifrol deb ataladi. Bu o'simliklardan keladi. Yana birisi vitamin D3 bo'lib, kolikalsifrol deb ataladi. Bu go'sht, tuxum va sut mahsulotlaridan keladi. Vitamin D bo'lsa, badandagi kalsiy metabolizmi qatnashib, suyak quvvatlab, uning o'sishida va o'zini yengilishda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Vitamin D bo'lsa, kalsiyni hazm qilish sistemasidagi huchay qismidan so'mirib, badanga qabul qiladi. Vitamin D orqali kalsiyni qabul qilish bo'lsa, vitamin D yo'q bo'lgan sharoitda qabul qilingan kalsiyga qaraganda 20 ko'p bo'lgan kalsiyni badanga so'miradi. Shunga kalsiy kam bo'lganlarga vitamin D ni to'liqlasla yetarli bo'ladi. Ayrim kalsiy to'liqlashning hojati yo'q. Kalsiy deganimiz suyak uchun muhim bo'lib qolmasdan, balki badandagi boshqa hujayralarga signal molekularlik rolini o'taydigan, badanda kam bo'lsa bo'lmaydigan mineral element. Kalsiy bilan vitamin D bo'lsa birlikda muskullarning normal xizmat qilish iqtidorini va nervi hujayralarining bir-biriga signal berish iqtidorini normal saqlashda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Vitamin D badanning immunitet sistemasining virus va bakteriyaga qarshi turish kuchini oshirdi. Shundaqla ro'yi sog'lomlik bilan zich munosabati bor. Badandagi har xil hujayralarda, ya'ni teri hujayrasi, skelet hujayrasi, ming'i hujayrasi, qalqonsimon bez hujayrasi va böbrek hujayrasi qatorliqlarda vitamin D qabullag'uchi bo'lib, vitamin D badandagi barliq hujayralarning bo'linishiga ta'sir ko'rsatadi. Yaqinqi yillardagi yangi tadqiqotlar natijasida vitamin D kamligining rak kasal va yurak qon tomir kasalliklari bo'lish nisbatini yuqoriltib etadiganligini, shundaqla badan og'irligining eshib ketishining bir sababi bo'lishi mumkinligini o'ttirib qo'ymoqda. Tuvanda vitamin D kam bo'lsa ko'riladigan alomatlarni so'zlaymiz. Vitamin D kam bo'lsa ko'riladigan eng dastlabki alomatlarning birisi belning tuvan tarafi og'rish, ya'ni to'qqiz ko'zning usti tarafi og'rish. Undan boshqa badandagi boshqa sumaklarning og'rishini ko'zda tutildi. Buningda bo'g'imlarning og'rishi emas, sumakning og'rishi. Bu bo'lsa vitamin D kamligi sababidan kalsiy va boshqa suyak kerakli bo'lgan mineral elementlarning badanga qabul bo'lish tamponligining buzilishi sababidan suyakka kerakli bo'lgan materialning yetarli bo'lmasligidan bo'ldi. Bu davomlashaversa, ya'ni necha yil davomlasa demakchi, suyakning zichligi tuvallab, suyak shalanglashadi. Eg'ir bo'lsa, suyakning oson sunishini keltirib chiqardi. Masalan, karvatdan yiqilib tushsa, put sunib ketish yoki qo'li sunib ketish degandek, puti metik o'tkazsa, put sungi sunish, umurtqa sungining bo'lsa, sababsiz bir-biriga kirishib sunishni ko'rsatadi. Ularda vitamin D kamligi eg'ir bo'lsa, raxit kasalini keltirib chiqaradi. Bu suyak to'qimalarining muvofiq minerallashmaganligi sababidan suyak yumshoq bo'lib, suyak shaklining o'zgarishidan kelib chiqadi. Ovoqlarning beshidagi oldi lipildoq bilan orqa lipildoqning etilishi kechikadi. Ham tishining chiqishimi kechikadi. Uningda boshqa alomatlar bo'lsa, muskullarning ojiz bo'lishi, ya'ni jonsiz bo'lishi, muskullarning tortishib og'rishi, shundaqla osti xarakterlik muskul og'riqlarini keltirib chiqaradi. Undan boshqa yana oson charchash,
diqqətini yığalmaslık, özünü halsız his qilish, hem vitamin D kemligi bek ig'ir bo'lsa, ro'yi tushkunlikka o'xshash alomatlar ko'rildi. Bu vitamin D'ning serotoninga o'xshash monoaminlar deb ataladigan bir turkum mengidagi ximiyalik moddalarning miqdori va iqtidoriga ta'sir ko'rsatganligi sababidan bo'ldi. Demak, vitamin D kam bo'lsa, bu xil ximiyalik moddalarning mengidagi miqdori tovanlab ketadi. Daim zukam bo'lish, nafas yo'li kasalliklariga oson giribdor bo'lish, nafas yo'lining sezgirligi eshib ketish qatorliq alomatlar bo'ladi. Unda bo'lsa, vitamin D kamlik xavfiga duch keladigan bir qancha o'xshamagan guruhlar bo'lib, bularni tövanda so'zlab o'tamiz. Birinchisi, teri rangi qiniq bo'lganlarning o'xshash quyosh nurining ta'siriga uchragan oq terisi bo'lgan odam bilan solishtirganda vitamin D ni ishlab chiqarishi 5 haftadan 10 haftagacha oz bo'ladi. Oq terisi bor odamning terisi aptab qaqlanib kuyib, rangi qaraygan chog'da terining vitamin D ni ishlab chiqarishi tuvallaydi. Ikkinchisi, ultra binafsha nurdan, ya'ni aptabdan saqlanish meyi va qalin kiyim-kechak quyosh nurining ziynidan unumlik qo'g'daydi. Ammo vitamin D ning teridan ishlab chiqarishini tuvallatadi yoki bo'lmasa to'xtatadi. Üçüncüsü, biz yaşayotgan coğrafiyalik o'rnimiz nihoyat muhim. Ekvatordan qancha yiroq bo'lsak, quyoshning yordamida o'zimizning vitamin D ishlab chiqara oladigan vaqtimiz shuncha qisqa bo'ladi. Shunga shimolda yashaydigan qarindoshlarning yemeklikdan to'liqlashga yoki bo'lmasa vitamin D ni tablet shaklida to'liqlashga ahamiyat berish kerak. To'rtinchisi, terining vitamin D ishlab chiqarish iqtidori yoshning cho'ng'ishiga ergashib tuvallaydi. Vitamin D muskulning kuchi va iqtidoriga ta'sir ko'rsatadi. Shunga cho'nglarda kamchil bo'lgan chog'da muskulning ojizligi sababli o'zini kontrol qila olmay, oson yiqilib tushadigan ahvollar bo'ladi. 5-si, homildor ayollar va bola emitayotgan xonimlarning vitamin D ga bo'lgan ehtiyoji albatta normaldagidan ko'p bo'ladi. 6-si, hayvonot go'shti yemaydiganlar, ya'ni ko'ktat turdagi yemeklar bilan oziqlanishga odatlanganlar. 7-si, ig'irligi eshib ketganlarda vitamin D kamligi ig'ir bo'ldi. Chunki vitamin D bo'lsa mayda eriydigan bo'lg'achqa, may to'qilmalarining orasida qilib ishlatilmaydi. 8-si, oshqozonning cho'ng bir qismini operatsiya qilib avatganlarning yoki bo'lmasa uchuyida asti xarakterli kasal bo'lib, uchayning oziqlik qabul qilishiga ta'sir yetganlarning badanda vitamin D kam bo'ldi. 9-si, vitamin D ni aktivlashtirish uchun jigar bilan börekning iqtidori normal bo'lishi kerak. Bo'lmasa aktiv D vitaminga ega bo'lolmaymiz. Sizda yuqorqidek alomatlar bo'lsa, yoki bo'lmasa siz vitamin D kamlik xavfiga duch keladigan guruhga tava bo'lsangiz, unda bo'lsa yozda aptabga kunda oz deganda 15 minut atrofida qaqlanishingiz kerak. Davolanish tavsiya qilinadigan qaqlanish vaqti bo'lsa, tushdan burun soat 10 dan tushdan keyin soat 3 gacha bo'lgan oraliqdagi quyosh nuri. Navoda yozda yetarlik aptab qaqlansa, badanda ishlab chiqarilgan vitamin D ning miqdori qishicha yetadi. Chunki ehtiyojdan oshgan qismini jigar bilan mayda zapas saqlaydi. Navoda aptabga qaqlanish sharoiti bo'lmasa, yemeklikdan to'liqlashga diqqat qilish kerak. Biroq yemeklik bilan badanning ehtiyojini qamdash tez bo'ladi. Shunga vitamin D ni tablet shaklida iste'mol qilgan yaxshi. Qanchalik miqdorda iste'mol qilish bo'lsa, har bir odamga nisbatan o'xshash bo'lmaydi. Bak ig'ir vitamin D kamligi bo'lsa yoki bo'lmasa suyak shalang bo'lsa, albatta doktorning buyrug'i bo'yicha ishlatish kerak. Vitamin D3 ni to'liqlashda diqqat qilish tegishli yana bir ish bo'lsa, vitamin K2 ni birga iste'mol qilish. Vitamin K2 bo'lsa, vitamin D sumargan kalsiyumni qon tomir sistemasidan yoki bo'lmasa yumshoq to'qilmalardan yo'tkab, uni suyak bilan tishga yo'tkaydigan ko'vrik yo'lni o'ynaydi. Shuning uchun vitamin K2 ni birga iste'mol qilishimiz kerak. Buni sotib olgan chog'da MK7 degan turini sotib olsak, badanga yaxshi qabul bo'ladi. Bugungi so'zlaydigan mazmun mushayicha
İnşallah yeni mızmurlar bilan görüşkice Allohga omonat bo'linglar.